Yo, salom hammaga do'stlar. Bugun ertalabdan men kichik sayohatimga sarf berdim va New York Citydan 180 km uzoqlikda joylashgan Montauk mayoqqa yo'l oldim. Ha, bu joy ko'plab Amerika kinolarida suratga tushirilgan. Nimaga deysizmi? Sababini xos bilasiz. Montaukga kirib kelishda siz Atlantik okeanini mana bu tepalikdan ko'rishingiz mumkin. Manzara juda ham chiroyli, menga juda ham yoqdi. Hozir esa men o'zim uchun aynan bir joyni topishim kerak, sababi bu joyda men Atlantik okeanida biroz videolar olmoqchiman. Mana bu joy esa va menga juda ham yoqdi. Okean Chekchitak qatasan deya men tripodimni qo'yish uchun bir joyni izladim va nihoyat bir joyni topdimda bu yerdan o'zim uchun kerakli bo'lgan videolarni olishni boshladim va bu joyda chuqur nafas olib birinchi ichki xotirjamlikni o'zim uchun qabul qilib oldim. Vah, maza qildim. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi video olamiz. Qani, olg'a, let's go. Va mana o'sha kinolarda mashhur bo'lgan Montauk. Do'stlar, agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, keyingi qismni kutinglar. Albatta, keyingi qism afsonaviy sarguzashtlar boshlanishi bo'ladi.